Manikini rangidan ekanmi? Hop. Bunda bo'layotgan muammo plus minus noto'g'ri ulanganini hisobiga pitание вообще o'chgan. Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Ranganda shu darajada erib ketgan. Bu dalshi provodkani ichiga kirib ketyapti. Ichiga kirib ketyapti. Eng qizig'ichi предохранитель ham прямой qo'rilgan bo'lganda, ana simulavorib. Shu yangi pokraskadan chiqqan skuter yonib ketishiga ozgina qolgan. O'z vaqtida uzishgan, to'g'ri qilishdi. Lekin hozir endi buni ish ko'payyapti. Polniy provodkani sochib, shu skuterimizni ham yig'ib oldik. Mana shu предохранительni ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu ahvolda bo'lgan. Shuning uchun ham provodkalar yonib ketgan. Yig'ib tugatdim, simlarni ulab. Endi bunga borib yangi предохранитель va mana bunaqa obmotka bilan qo'yib yuboraman. Чтобы keyingi safar to'y-to'yday, echki qo'yday bo'lishi uchun mana shunaqa qilib qo'yib yuborsak, dakansa.